Qancha bo'layotdi tug'ma 40 million so'm narx aytilyapti. Bolasini olmish. Sharqonlar qancha qilishyapti? Assalomu alaykum, hurmatli bozor obunachilar, kuzatuvchilar. Xudo Farg'ona viloyati Shahrixon Xoldorbek Jo'ja bozorida. Sizlar uchun xudo xolasa sigir bo'g'ozlar chiqarib beramiz, gigantlarni. Qo'ldangacha. Qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar, kommentariyada bilan qoldirishlar mumkin. Yana boshladik. 36 million so'm savdosi bo'lyapti. Bolasi xunajin. Rossiyskiy ola qoladi. Bo'ylari 1.5 millionlar narxda qolasi. 32 million so'm narx aytilyapti. Bolasi xunajin. Bo'ylari 1.35 millionlar bilan xudo xolasa. Bor holdalar kelar. 55 million so'm narx aytilyapti. Bolasi xunali. Bo'ylari 55 millionlar bilan xudo xolasa. Shahrixon Xoldorbek Jo'ja bozorida. 53 million so'm savdosi bo'lyapti. Bolasi xunali, gibrid. Ammas Angus. Bo'ylari 1.55-60 ga yaqin. Ko'rib turibsizlar akalar. Tutinglar. Million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Bolasi xunali, Shahrixon Xoldorbek Jo'ja bozorida. Savdosi bo'lyapti. Yana qisib ketyapti. Mentalga navbat. 75 ming so'm narx aytilyapti 8 oylik bo'g'oziga. Bo'ylari 1.50 plyuslar bilan xudo xolasa. 45 million so'm narx aytilyapti 3 oylik bo'g'oziga. Bo'ylari 1.55 plyuslar bilan xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar akalar. Orqoldilar. 65 million so'm narx aytilyapti 8 oylik bo'g'ozga. Bo'ylari 1.50 plyuslar bilan xudo xolasa. Shahrixon Xoldorbek Jo'ja bozorida. Menani ko'rib turibsizlar. Yetuk bo'g'oz 75 million so'm narx aytilyapti. Yetuk bo'g'oz. Ola qora. Savdosi bo'lyapti. 75 million so'm lekin narx aytilyapti. Aytilishi. 40 million so'm narx aytilyapti. Limonada so'ngalavan, yakan sog'on. Shahrixon Xoldorbek Jo'ja bozorida. Qo'nida 6 oyligiga bola yonida. Bola ham bo'lgan gibrid bola. Ko'rib turibsizlar akalar, bo'ylari 1.55 plyuslar bilan xudo xolasa. Mana 75 million so'm narx aytilyapti. Qonada 6 oyligi bor. Bola novoz. Shahrixon Xoldorbek Jo'ja bozorida. 42 million so'm narx aytilyapti. Bolasi novoz. 20 ta sutga. Shahrixon Xoldorbek Jo'ja bozorida. Akalar. Bo'ylari 1.5 plyuslar bilan xudo xolasa. 99lik 200 0699 shu Shvetga 20 ta sutga bo'ylari 1.50 bolasi novoz sotiladi. Shahrixon Jo'ja bozorida. 67 million so'm narx aytilyapti. Bolasi novoz. Bo'ylari 1.35 plyus, 1.40 ga yaqin. 50 ham bo'ldi. Yo'q. Suti nechta? 20 ta sut. Bola novoz. Bola gibrid.
Bolasini o'z 65 million so'mdan qaytarilyapti. Qonida 1 oyligiga bor ekan, qo'yilgan. Sutlar 12 13 15 tagacha. Bo'ylari 1.30 pilslar bilan xudo xolasa. Bolasini o'z 15 ta sutga. So'qli 75 million so'mdan qaytarilyapti. 65 million so'mdan qaytarilyapti. 65 million so'mdan. Yetuk bo'g'ozda. Sotiladi. Ishlan ko'p to'xta ikkalarining ham bo'ylari 1.30 ga yaqin. 1.25 plyus degan bo'laveradi. 65 million so'mdan narx aytyapti. So'mlar qaytarilyapti. Yakka sog'onga. Idishdan ko'p turibdi, yorvorsan. Bo'ylari 150 plyuslar bilan to'g'rilasa. 5 oylik bo'g'iz 27 million so'm. 27 million so'mga baraka bo'ldi. 7 oylik bo'g'iz. 5 oylik bo'g'iz. 60 million so'm narx aytilyapti. Bolasi gibrid. Qancha? Bo'ylari 155 plyuslar bilan xudo xolasa. Mana kelar holatlari. Necha litr sut bor? 10 litrdan oshiq. 10 litrdan oshiqda. Sharixon Xoldorga jo'ja bozorda. Kichkina yetigi bo'g'iz 20 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 130 plyuslar bilan xudo xolasa. Yetuk. 90 776 01 87 alqoya chiqarasizlar. Mana shu shved siyras ishqozlari bo'lsa. Ishlarga ham yorvorsan akalar. Bolani qaranglar, semental bo'lgan, sementalda 53 million so'm savdosi bo'lyapti. Bolasini o'z. Bo'ylari 155 plyuslar bilan xudo xolasa savdosi bo'lyapti akalar. Ishlar 30 tane atrofida beraveradi. Bemalol. 60 million so'm. 3,5 oylik bo'g'oziga. Bo'ylari 155 plyuslar bilan xudo xolasa. Sharixon Xoldorga jo'ja bozorda. Sotiladi. 60 million so'm narx aytilyapti. Semental. Bolasini o'z. Bo'ylari 155 plyuslar bilan xudo xolasa. Bolan ko'rib turibsizlar. Sutlar 20 ta. Yo'q degan 20 ta. 41 million so'm. Sotildi. Sharixon Xoldorga jo'ja bozorda. Sutlar. Ko'rib turibsizlar. Bo'ylari 155 plyuslar bilan xudo xolasa. Bolasi oxiri o'zi sementalga chatishgan. 35 million so'm narx aytilyapti. Sastroga nechi bo'ldi? 5 oydan o'tgan ekan. Sharixon Xoldorga jo'ja bozorida sotiladi akalar. Bunisiga 60 million so'm narx aytilyapti. 8 oylik bo'g'ozligiga. Bo'ylari 155 plyuslar bilan xudo xolasa. Sotiladi. Sharixon Xoldorga jo'ja bozorida. Bunisiga 50 million so'm narx aytilyapti. 8 oylik bo'g'oziga. Sotiladi. Bemalol tashrif buyurishdan mumkin akalar. Bolasi 30 million so'm narx aytilyapti. Bo'ylari 40 plyuslar bilan xudo xolasa. Bundan ko'p turibsizlar akalar. 32 million so'm narx aytilyapti. 28 million so'm savdosi bo'ldi. Bolasimi? Bolasimi? Bunday. Bundan ko'p turibsizlar akalar. 40 million so'mga baraka bo'ldi. Bolasini o'z. 12 13 15 tagacha sizlar.
Bo'ylari 1.5 bilan to'g'rilasa. 80 million so'mga baraka bo'ldi. Kanal bu. 25 million so'mga baraka bo'ldi. Bolasi Novos. Bo'ylari 1.35 bilan to'g'rilasa. Sharqon hozirga juda bozorda. Kami bor. Necha oyligini bilmayapti. Bo'ylari